safar zo'r ketdi o'rtoqlar. Hech komment o'qimayman deyman, u baribir ko'zim tushib qoladi. Yanachi rasmlarigacha tashlab qo'yishgan edi. Bu skidkani aniq qila olamiz. Calvin Klein bilan Lacoste'dan bitta bo'lsin. 350 ga boshqa do'konlarda ko'rganman, lekin siz 170 qilib bera olasizmi? Qilib bera olasizmi? Mana rasm tashlashga nechi yana? 170 mingdan skidkami o'rtoqlar? Boshqa do'kon 350 sotursin. Mana shu yerda ko'rib turgan oyoq kiyimlarni to'g'risidan skidkani to'lasini qilib beraman. Aynan shu qilib bera olasiz degani uchun Lacoste ichlaridan ham ko'rasizlar bo'ladi. 99 ming so'm. Noto'g'ri eshitmadinglar. 99 ming so'm matnisini qaranglar o'rtoqlar. Sizlarni o'ylab Xitoydan pulini olib kirib qo'ydim deb aynan o'sha komment uchun qimmat sotmoqchi bo'lgan oyoq kiyimlarimni 99 mingga chiqarib qo'ydim. Razmerlarini bu safar 36 dan 41 gacha qilib qo'yganman. Podushkalarni qaranglar, qanaqa asalligini. Buni ranglari темный siniy, oq, bejovый. Shuni qaranglar, bejovıysini ham shunaqa qo'llagan modeliga olib kirib qo'yganman. Qorasi mana bu Lacoste brendi. A bu esa Calvin Klein brendi dvorimda endi makinada turishim kerak. Mana bu ko'rasizlar. Har xil ranglarda olib kirib qo'yganmiz. Bejoviylari ham bor, temный sinisi bor, oqi bor, qorasi bor. Mana har xilidan 99 mingga olib ketaverasizlar. Bunga qo'shibchi o'rtoqlar, mana bunaqa shu narxda qimmat sotilgan oyoq kiyimlarimizni ham qo'shib yubordim. Boshqacharoq skromniyroq modeldagi brendlarimni ham ko'rasizlar bo'ladi. Men bularga necha qizlar o'zi spansizniki deganlar biladi-yu, mana shu oyoq kiyimlarimizni hammasini atiga 99 ming so'mdan olib ketsanglar bo'ladi. Bugundan hozir sotilib qo'yib yuboramiz. Xohlasanglar 13 ta viloyatga dostavka qilib chiqazib beramiz. Xohlasanglar kelib olib ketsanglar ham bo'ladi. Do'konimiz hozircha Sergelida joylashgan. Nisho ustiga yozasizlar, navigatorda ham Yandexda ham mana shu oyoq kiyimlarimizni olib ketaverasizlar. Xullas 99 ming so'm narxlari. Shoshinglar.